Ertaroq uylaning, oilangizga baraka kiradi, rizqingiz kengayadi, mas'uliyatliroq bo'lishni boshlaysiz. 23 yoshgacha 10 marta chet elga chiqdim. G'arbda bo'ldim, sharqda bo'ldim, janubda bo'ldim, shimolda bo'ldim. Har xil joylarga borib ko'rdim. Mishleyni kengayadi, dunyo qarashingiz kengayadi. Umuman 180 gradusga o'zgarasiz. Ertaroq sayohatga chiqing. Mashinani qo'ying, uyni qo'ying, chunki keyinchalik mashina, uy olib lekin keyinchalik sayohat qila olmasligingiz mumkin. Shaxsiy brend quring. Shunda ertalabki 9 dan kechqurungi 5 gacha ishlashingiz shart bo'lmaydi. O'zingizning qo'lingizda odamlar ishlaydi, lekin sizga pul kelib turadi. Va pul kelib tursa, siz e'tiboringizni ilmga, oilangizga qaratasiz. Ingliz tilini ertaroq o'rganing. Shunda hayotingizda uverenность, ishonch paydo bo'ladi. Juda katta yordam beradi hayotingizga. Ertaroq kitob o'qishni boshlang. Men yillar davomida izolyatsiya vaqtimda kitob o'qidim. Hech qachon kam bo'lmadim. Esingizdan chiqarmang. Qancha ko'p vaqt o'rtoqlaringiz bilan maza bemaza bo'lgan narsalarga sarflaysiz. Bu yoqda hamma imkoniyatlarni yo'qotishni boshlaysiz. Sizni yoshingizdagi o'qiyotganlar ertaga ustingizdan yugurib o'tib ketadi.